Do'stlar, men yana Samarqanddaman. Bu safargi kelishimdan maqsad Samarqandda 300 gektar maydonda yangi massiv barpo etilmoqda. Ushbu massiv bilan yaqindan tanishmoqchiman. Menga berilgan ma'lumotga ko'ra, massiv hududida futbol stadioni, eko bozor, ko'p tarmoqli tibbiyot punkti, oliy ta'lim muassasasi, 3 kilometr maydonni egallaydigan bog', saylgoh va boshqa ko'plab majmualar barpo etilar ekan. Qisqa qilib aytganda, shahar ichida yangi zamonaviy shaharcha qurilmoqda. Ortimdagi ushbu uylarni samarqandlik Qizil uylar sifatida yaxshi bilishadi. Mazkur turar joy majmuasi sohada 10 yildan ziyodroq tajribaga ega bo'lgan Elite Building kompaniyasi tomonidan barpo etilgan. Ushbu uylarning qurilishi deyarli yakunlangan, ular yaqin kunlarda o'z egalariga topshiriladi. Kompaniya yuqorida biz aytib o'tganimiz 300 gektar maydonda barpo etilayotgan yangi massiv hududida Orifon nomli loyihaning qurilishini boshladi. Ushbu loyihadagi uylar 16 qavatdan iborat bo'ladi. Uning yonida Samarqandda yagona bo'lishi kutilayotgan xalqaro maktab barpo etiladi va ushbu maktabga xorijdan o'qituvchilar jalb etiladi. Loyiha asoschilaridan biri Amir akaga yuzlanamiz. Amir aka, nega aynan Orifon degan nom tanlandi? Aynan Orifon degan nomni qo'yganimizdan maqsad Orif so'zdan chiqib, ziyoli insonlar, o'qimishli, donishmand insonlar chiqsin deb Orifon degan nomni qo'ydik. Juda go'zal nom. Odatda men qaysidir qurilish kompaniyasi haqida ma'lumot berishdan avval uning qanchalik ishonchli ekanligini jiddiy tekshirib olaman. Ikrombek loyihaning rahbarlaridan biri va ular bizga ushbu loyihaning, ushbu kompaniyaning tegishli hujjatlari haqida ma'lumot beradilar. Jahongir aka, Elite Building kompaniyasi shu paytgacha qaysidir bir loyihani boshlasa agar, avval hujjatlarni to'liq tayyorlab olgan holatda keyin qurilish boshlanadi. Orifon loyihamiz ham ko'rishingiz mumkin. Kengash xulosasi chiqqan, qurilishga ruxsat xulosalari chiqqan, APZ chiqqan, loyiha kelishuv degan u ham chiqqan. Yangi Orifon loyihasidan xonadon xarid qilish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Yangi loyihamizni 4-dekabr kuni katta taqdimotni o'tkazyapmiz. Shu Telegram gruppamizga qo'shilgan holatda ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, ushbu onlayn taqdimotda ishtirok etish uchun hoziroq izohlarda plus belgisini qoldiring. Sizga direct orqali yopiq Telegram kanalining havolasi yuboriladi va shu orqali siz onlayn taqdimotda qatnashishingiz mumkin. Yana bir muhim ma'lumot, 4-dekabrdagi onlayn taqdimotda ishtirok etadigan yurtdoshlarimizdan bir nafari 2 xonalik kvartira egasiga aylanishlari mumkin.